Assalomu alaykum qadrdonlarim. Manzarani qarang, go'zalligini silab ham ilindim. Bu masjid, orqamdagi bu masjid Sulton Ahmed masjidi hisoblanadi. Yonginasida esa Aya Sofiya, Turkiyaning eng tarixiy obidalaridan, tarixiy masjidlaridan va bilasizmi yo'qmi, bir davrlar bu masjid aslida cherkov bo'lgan. Usmoniylar davrining yetakchisi bo'lgan Sulton Mehmedxon Konstantinopolni zabt etgandan keyin u cherkovni chiroyidan lol qolib, albatta masjidga aylantiraman deb uni masjid qilib, ishoning shunaqangi go'zalki, va Usmoniylar davri yakun topgandan keyin Turkiya Respublikasini asoschisi Mustafa Kemal Atatürk bu masjidni millionlab sayyohlar uchun ochib, bugungi kunda eng zo'r tarixiy obida muzeyga aylantirilgan. Hozir mana yonginasida o'tiribman, sizlarga ham nasib qilsin. Osiyo erkaklarida ayol kishini itoatkorligi ko'proq yoqadi. Xo'p bo'ladi degani yoqadi, gap qaytarmaydigani yoqadi. Fikrini hurmat qilgan ayol yoqadi. Uni kayfiyatini ko'chadan qanaqa kayfiyatda kirib kelganiga qarab kayfiyatiga moslashuvchan ayol yoqadi. Albatta yoqadi. Mana nima siz ildizingiz? Erkakni, ya'ni u nimada shakllangan, uni ichida qanday his-tuyg'ular bor? Ayol ham, erkak ham baravar shirin so'zga muhtoj, mehrga muhtoj. Yigitlarimiz, farzandlarimiz agar onadan kutsa, vaqti soati kelib uylangandan keyin ayolidan kutadi bu narsani va umrini oxiriga qadar, hattoki ayoli vafot etgan erkak ham nima qiladi birinchi o'rinda? Uylanaman deydi. Bu uni xotinbozligidan darakmi? Yo'q. Mehr kerakligidan. Juft kerak, chunki Robbim bizni shunday yaratgan. Har bir ayol ogoh bo'lishi kerak. Agar erkak sizni deb onasidan yuz o'girsa, otasining duosidan voz kechsa, jigarlaridan uzoqlashsa, bu xursand bo'ladigan holat emas. Aksincha, yig'laydigan holat bu. Sizni deb onasiga orqa o'girgan erkakni qahramon deb bilmang. Uni o'z nafsiga xizmat qiluvchi deb biling. Onamni hurmat qil desa, xursand bo'ling. Otamni duosini ol degan erkakni etagini mahkam tuting. Ertaga sizni o'g'lingiz ham sizni boshida ko'taradi. Ot o'rnini to'y bosadi-ku axir. Shunday ekan, hech bir ayol bu holatga ko'z yummasin. Bugun ota-onasini unutgan erkak ertaga sizdan ham bemalol yengilgina kechadi qo'yadi. U vaqti kelib sizga ham ana o'sha ishni qiladi. Ishoning, oson kechadi sizdan. Onasini hurmat qilgan erkak ayolini qadrlaydi. Erkakni savoblaridan biri ayoliga gapirgan har bir mehrli so'zlarida. Shunchaki o'z juftiga samimiy mehring uchun, sadoqating uchun rahmat deyishi bu zaiflik emas. Bu uni jismonan po'latday bo'lishiga qaramasdan qalbi yumshoq, yuragi uyg'oq, ruhi pokligini dalilidir. Mehr ne'mat, uni ulashish savob. Va unutmang, ayol shundayki, unga nimani bersangiz o'zingizga ziyodasi bilan qaytarib beradi. Yaxshiyam borsan, ikki og'iz gap, lekin qancha shifo bor bu jumlada. Ayolini qadrlagan, unga rahmat deya olgan erkakning qalbi yumshaydi. Hali shunday kun keladiki, duolaringiz ijobatidan hayratda qolasiz. Shukrini ado qila olarmikinman deb baxtdan yig'laysiz. Hali shunday kun keladiki, saxovatli boylar qatoridan bo'lasiz. Bugungi muhtojligingiz ertaga saxovatpeshalar qatorida bo'lishingiz uchun xizmat qiladi. Shuning uchun tushkunlikka tushishga shoshmang. Hali shunday kun keladiki, orzularingiz ushalganida o'tmishdagi sabrlaringizga o'zingiz tasanno aytasiz. Nahot toqatim yetdi, nahot barchasi ortda qoldi deb. Hali shunday kun keladiki, sizni qo'l bilan ko'rsatganlar sizga qarsak chaladilar. Yaratgan mo'jizalarga qodir zot. Barchasi bo'ladi. Faqat buguningiz uchun qalbdan rozi bo'ling. Shundagina ishonchga to'la duolar ijobatini ko'rasiz albatta. Ko'nglimizga ozor bergan o'sha yomonni ham qandaydir bir yaxshi xislati bo'ladi. Biz uchun eng mukammal bo'lgan insonni ham bir yomon taraflari bor. Mukammal ideal insonni o'zi yo'q. Inson yomon xislatlar bilan dunyoga hech qachon kelmaydi. Har bir chaqaloq g'uborlardan pok farishtaday kirib keladi bu dunyoga. Lekin
ulg'ayish, tarbiya olish jarayonida u oila, jamiyat ta'siri orqali shakllanib boradi. Ba'zi ayblari uchun yaqinlaringizdan voz kechmang demoqchiman, chunki o'zimizga ham zimdan nazar tashlasak, tan olaylik, ayblarimiz yetarli. Sadoqat, bilasizmi? Inson hayotidan agar rozi bo'lmas ekan, baxt tushunchasi haqida umuman o'ylamasa ham bo'ladi. Chunki baxt bu yashab o'tayotgan umringizdan qoniqish, rozilik deganidir. Gap insonda boy, kambag'al, sog'lom yoki sog'ligi zaifligida ham emas. Dunyo ne'matlariga ko'mib qo'ysa ham agar inson uni ichidan sezmasa, ichini nimadir kemirib, doim bir narsa kamday tuyulaversa, uni tinchi buziladi. Ana o'sha bo'shliqni bilasizmi nima to'ldiradi? Faqatgina shukronalik hissi to'ldiradi.